Assalomu alaykum, Tepa Qo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, mana bunaqa qo'chqar ishqibozlari. Obunachilar, bugunga Qora bulut laqabli qo'chqorimizni bahaybatidan kelgan akalar. Eslatib o'tamiz, videoni boshida bitta like ni tirsillatib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirsalaring, inshaalloh biz sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib, urug'likka, zotga qo'chqorni o'sha manaman deganlarini chiqarishda davom etamiz. Akalar, biz video syomkamizni Namangan viloyati Namangan tumani o'sha Arzonchilar qishlog'i, Tepa Qo'ron qishlog'idan olib boryapmiz. Mana bunaqa qora bulutlarini, simjullarini obunachilar kim chiqaryapti desalaring, o'sha o'zimizda arzonchi ukamiz Dilmurod. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sizimsiz? Mana bunaqa limuzinlarini qaydan olib keldingiz, Dilmurod? Zo'rlardan keldi. Hammasini pulini yengil qo'yib beraman. Yengil bugun inshaalloh. Dumbasi ham o'sha raketa dumba variantidan ekan-a. Obunachilar, qo'chqorimizni mana orqa dumba razrezlari o'ta moshni akalar. Oyoq kengliklari, kastiyaklar, oyoqlar mana akalar, kastiyak nima deyapti? Qarang. Buni qarang, zapaskasini. Obunachilar, qo'chqorimiz zapaskasini qaranglar. Rosa shu hozir sportli holatda bu bemalol qo'yib o'ta sportli holatda ekan-a qo'chqor. Mana bu uzoqdan obunachilar qo'chqorimizni umumiy ko'rinishini so'ragan akalarimizga mana buni ko'rib olishlarini tavsiya qilamiz. Stoyka bo'lib kuzatib boring mana bunaqa udorlarini. Mana buni qarang, tim qora variantidan akalar, to'shlari o'sha ottilib chiqqan variantidan. 4 ta oyog'i mana bunaqa istagan tuyoq. Obunachilar, men adirga qo'yib yuboradiganman degan obunachilarimizga ham tavsiya qilaveradigan. Dilmurod, buni bitta ma'lumotini berishni boshladik bo'lmasa. Birinchi bo'yini o'lchab beramiz mana. Qani? Qo'limni qo'yib ko'rsatib turaman mana. Chunki mana ko'ringaniga olishadi mana. Mana obunachilar, metr yerdan mana ko'rib olinglar, bukilgan boshqa joyi yo'q. Mana shu, mana 93-94 ga boryapti akalar. 90 plyusga olishaversin. 90 plyusga olishaversin, ha? 90 plyusga olishaveradi. Bu yosh oyligi qanaqa? Olib qo'ying. 4 chiqargan mana. Ha, to'ldirmagan lekin. Bo'ldi, ko'rindi. 4 ga yangi chiqargan, hali to'lmagan variant akalar. Qo'chqorni mana bu umumiy ko'rinishi. Orqadan bitta aylantiringda dumba razrezini ko'rsatamiz. Obunachilar, bo'ldi. Mana bu qo'chqorimizni orqa oyoq kengligi, dumba razrezlari akalar dakansa variantidan. Obunachilar, uzunligini ham o'lchab beraylik. Uzunligini ham bitta o'lchab ko'rsataylikmi, Dilmurod? Uzunligini o'lchab beraylik, baribir so'rashadi uzunligini ham. Obunachilar, mana uzunligiga qiziqqan aka-ukalarimizga qo'chqorni uzunligi mana bu yelkasidan akalar mana 95-96. Xullas, qo'chqorimiz obunachilar kvadrat variantidan akalar. Mana bu nima deyapti? Bu tomoni, Ha, mana. ko'rmanglar. Bu tarafdan ko'rinish. Bir dona begona tuki yo'q, simjun variantidan. Junlari ham mana bunaqa yiltir. Akalar, sim hijolat qiladi, trosim deydi-yu. Kalla garbonozlariga alohida e'tibor berasizlar akalar, quloq tashlashlari o'sha siz istagan chotki variantidan. Dilmurod, buni endi asosiysi narxida-da. Narxi nech pul? Objonaga 13 million dastlabkachida qilib beraman buni. 13 millionga dastlabkasi Xorazmgacha. Xorazmgacha. Xorazmgacha bo'ladi, xohlasa. Alloh rozi bo'lsin. Gapi bitta o'zi siz aytasiz, xolos Xorazmgacha deb. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman dastlabkasini. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Telefon qilgan odamning ishi bitmay qolmaydi. Inshaalloh. Dilmurod, qarang, men hozir bu kanalni endi ko'rdim, bitta like bosib, obuna bo'lgan joyimda sizga telefon qilyapman deysiz. Qancha xayri bor? 500 ming xayri bor. 500 ming xayrini qilib berasiz. Alloh rozi bo'lsin Dilmurodjon doim mana shunaqa arzonchiliklarga boradilar akalar. Qo'chqorga bitta like bosib qo'yasiz, biz keyingi partiyasini chiqarishni boshladik. Obunachilar, biz ikkinchi partiyasini chiqarishni boshladik akalar. Ikkinchi partiyasiga mana bunaqa qizil o'sha trenddagi yungdan mana buni qarang akalar, simjun variantidan, o'ta mo'shnisidan. Qo'chqor o'ta bahaybat akalar, yuzlari oppoq, mana bunga bitta e'tibor bering. Quloq tomirlar, quloq joylashuvlar o'ta joyida akalar. Mana bu to'shi bo'rtib chiqqaniga bitta like ni bosadigan joyi akalar. Kastiyaklari mo'shni. Xullas, bir so'z bilan aytganda akalar, qo'chqor liboy odam ko'rganda sevib qoladigan qo'chqor. Stoykasiga bitta like ni uring aka. Buni mana bunaqa o'zi yungilari bitta tema, sirg'asi addenni boshqa tema akalar. Mana bu qo'chqorni oldi kengligiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Qo'chqorimiz mo'shni variantidan. Orqalaridan dumba razrezini bitta ko'rsataylik, sal bir varing baqa.
Obunachilar, mana bu qo'chqorim bo'ldi. O'ta barqaror jonivor. Orqa oyoq kengligiga bitta e'tibor bering. Moshni, dumba razrezlar akalar dakansa variantidan. Xullas, qo'chqor moshni buni videoni cho'zmay ma'lumotini beramiz. Qani bitta ma'lumotini yoshaylik qanaqa Murodjon buni? 4 ish bu mana. Qudab turing. Qani, bu ham 4 ish. Bu ham endi to'ldiryapti 4 ishga. Bu ham 4 ish. Bugun 4 ishlarda sezoni ekan akalar. 4 ishlarda kuni ekan bugun mashalloh. Qo'shishga tayyor bu ham. Sovliqqa qo'shishga tayyor variantidan. Taraflari zo'r, yebichalar bir hafta kafolati bor. Sinovdan o'tgan, ha? O'tgan. Obunachilar. Dastlabki xohlasa. Xorazmgacha dastlabkasi bor. Bo'y bastlarni ham bitta o'lchab ko'rsataylik a. Mashalloh, mana bu yungga e'tibor bering aka. Yungi buni boshqa tema buni. O'sha simjun variantdan hamda qiziliga qiziqadigan obunachilarimizga Qo'limda ham qizilini tavsiya qilamiz. Qo'ying, tikka qo'ying, metrni bo'ldi, ko'rib olishaveradi. Obunachilar, mana metrimiz yerdan. Mana akalar, metr to'g'risidan olmayapsan deganlarga mana bu metr to'g'risidan. Qo'chqor rovna 1 metr akalar. Uzunligini ham. Uzunligini ham bitta olaylikmi? Uzunligi mana yelkasidan akalar mana 1 metr tugadi men qo'lim mana ha. Dumbani olib turib. Metr plus akalar uzunligi xullas. Qo'chqorimiz mana bu uzoqdan umumiy ko'rinish, yaqindan ko'rib olibsizlar, ko'rolmadim degan akalarimizga akalar una demanglar buni. Har doim biz umumiy ko'rinishni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu qo'ydi stoykasi ham moshni akalar o'ta dahshat. Ko'p maqtamiz buni. Asosiysi narxida Dilmurod. Nech pul? Obdanaga 16 million qilib beraman dastlabkasi ichida. 16 million O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Like bosib obuna bo'lgan yangi obunachilarimizga xayri qancha? Har doimgidek 500 ming o'tib beriladi. Obunachilar bitta like bosib obuna bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz tarsillatib qo'yasiz. 500 ming xayri bor. O'zi biz eski obunachilarimizga xayrini undan ham ko'paytirib beramiz akalar. Unday bo'lsa biz keyingi partiyasini chiqarishni boshladik akalar. Obunachilar so'nggi partiyasiga qo'chqorni mana bundaqa oppoq yuzlisidan keldi akalar. Qo'chqorimizga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta moshnisidan aka-ukalar. Qo'chqorni o'zim ham mana bu oldiga ishqiboz bo'ldim akalar. Oldini kengligi, to'shlari o'sha ottilib chiqqan joyiga o'ta yondim. Taglari mana bundoq oppoqdan akalar, haqiqiy arashallarda tagi shunaqanday qonlar oq bo'ladi. Mana bu oyoq kastiyaklari ham o'ta moshni. To'rtta oyoq akalar stakan tuyoq variantidan. Dumbalari ham o'sha dana razrezi dakansa bo'lgan joyidan akalar. Orqa oyoq kengliklari cho'tki. Yungilari ham o'sha mana bunaqa kim ko'rsa yoqtiradigan yungdan akalar. Quloq tashlashlari, quloq joylashuvlari mana ko'zdan qochib joylashgan moshni akalar. Buni ko'p maqtamasa ma'lumotini berishni boshladik. Yoshoyligi qanaqa? Bu ham 4 ish mana hozir aka mana. Mana bu ham 4 ish akalar, aytdim-ku, bugun 4 ishlarda kuni ekan. 4 ish qo'chqorimiz o'ta moshnisidan bo'y bastlarni ham bitta o'lchab ko'rsatamiz-a buni xudo xolasa. Bo'y bastlari obunachilar mana qarab turing. Yerdan metrimizdan bukilgan boshqa joyi yo'q. Akalar mana ham qo'l qo'yilib turibdi, ham o'zlaring ko'rib olasiz. 92 93. 90 plusga olaverasizlar akalar. 90 plusga olishaveradi, ha? Qo'chqorni udarini olib kelibsiz Dilmurod, lekin bu uzoqdan umumiy ko'rinish akalar. Mana qo'chqorimiz umumiy ko'rinishi. Dilmurod buni asosiy narxida. Nech pul? Aka 11 million qilib beraman buni. 11 million O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor, ha? Alloh rozi bo'lsin akalar, qo'chqorlar bugun juda qulay narxlarda chiqyapti. 11 millionga dastlabkasi ichida qilib yetkazib beramiz. Telefon qilasizlar, xayriga o'tib ham beramiz. Kelisha olmaydigan joy yo'q akalar. Unday bo'lsa biz videoni bugunga yakunladik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga bittadan like tirsillatib obuna bo'lishni unutmanglar.